kim oladi mana? Men. Olyapti. Ya g'alati regim mo'g'ib quyoshda atrofi regim bo'lyapti. Assalomu alaykum hammaga. Bugun yo'lga chiqdik. Yo'lda safar paytida osmonda bir chiroyli narsani ko'rdik. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana buni qaranglar, mana buni. Bu nima bu, a? Subhanalloh. Quyoshda atrofi qorayib, bolalar kamalak deb qolishdi. Lekin nimaligini hali bilganimiz yo'q. Endi uyga borgandan keyin kitoblarni o'qib, bir qator ko'rib, nimaligini o'rganamiz, xudo xolasa. Ajoyib bir mo'jiza, tabiat hodisasi. Mana shu narsani ko'rish uchun hozir atayin yo'lda mashinalar turish uchun joy qidirib, parkovka to'xtadik hozir mana. 3-4 minut tanaffus qilib, keyin yo'lda davom etamiz, xudo xolasa. Zayl Brücke mana shu atrofda, mana shu yerda ko'rinish kerak. Mana shu yerdan qarasalar balki. Ko'rindimi Zayl Brücke? O'na, chap tomonda. To'g'ri. Ilgarilari faqat yoshi kattalar kelar edi. Bolalar ham asta-sekinlik bilan kelayotganligi uchun mana yo'lda o'sha bolalar uchun ham attraksionlar qilib qo'yishibdi. Bundan tashqari yo'l davomida, demak, o'tirib dam olish uchun skameykalar qo'yilgan. Ovqatlanish uchun ham, yo'lda tanaffus qilish uchun ham mana chiroyli qilib joylar qilib qo'yilibdi. Kelib ketayotgan sayyohlarning esa keti uzilgani yo'q hali. Kelayotganlar ham bor, ketayotganlar ham bor. Ajoyib. Ko'ramiz qani. Osma ko'prikka borganda yurib bo'ladimi u yerda. Biz tanaffus qilishni boshladik. Shu payt esimizga tushdi. Demak, quyosh atrofidagi aylana, kamalak hali ham bormi, yo'qmi? Bu yerdan ham kuzatish mumkin ekan. Mana bugun quyoshning atrofi mana shunday doira shaklda turibdi hali ham. Qiziq bir tabiat hodisasi. Ajoyib. Mana shunday manzara ostida, demak, dam olib o'tiribmiz bugun. Germaniyaga bormoqchi bo'lganlar, ya'ni kelmoqchi bo'lganlar ko'pchilik so'raydi, oila bilan borsak bo'ladimi? Oila bilan kelishning yagona bir chiroyli tomoni shundan iborat. Shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni. Sizda boshqa tashvishlar bo'lmaydi bu yerda. Mana shunday chiroyli tabiat qo'ynida birgalikda sayohatga chiqish, sayr qilish va birgalikda vaqt o'tkazish imkoni bo'ladi. Zayl Brücke ajoyib manzara ostida joylashgan.
Juda ham chiroyli. Uzunligi adashmasam 300 metrdan ozgina oshiqroq bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli manzara. Biz bolalar ham kelishyapti mana sekin-sekin orqada. Alo. Yerda menimcha 100 metrlab balandda bo'lsa kerak xolos. Ko'prik u yoqqa harakatlanib turibdi, ya'ni chayqalib turibdi. Birinchi o'tishda balki qo'rqinchli bo'lishi mumkindir, lekin biz o'tgan safar kelganimiz uchun hech qanaqa qo'rquv yo'q. Bemalol. Bolalar ham mana yugurib yurishibdi. Kichkinani birinchi kelishi lekin. Atrof muhitni tomosha qiladigan bo'lsak, mana shunday ko'rinish ekan. Velosipedlar bilan yurishibdi. Haydab o'tib ketishni ilojisi bo'lardi-yu, odam ko'p ekanda bugun. Demak, ko'prik yog'ochdan qurilgan va metalldan qurilgan. Mana qalin temirlarga qalin troslar bilan mahkamlangan. Shapkangiz to'g'ri kiyib olmabsiz-da, babo. Siz ham kelyapsizmi? Ha? Kelyapsizmi siz ham? Ozgina sayr qilaylik deb yo'lga chiqdik. O'rmoni chiroyli ekan, ha? Ketdi uni opa-opa. Taksi. Ular o'rmonda ham, tog'da ham qatta bo'lmasin, velosiped haydab ketishaveradi. Hayron qolasan. Tabiat, toza havo degandek. Tomosha qilaylik-chi qani? Ko'prikni past tomondan ham. Ajoyib.
Gayerlay osma ko'prigi. Ajoyib kun. Quyosh charaqlab turibdi. Atrof juda ham go'zal. Bugungi kunimiz mana shunday tabiat qo'ynida o'tdi. Bolalarga ham bir boshqacha holat bo'ldi. Uyda o'tirgandan ko'ra chiroyligina tomosha qilib, bu yoqqa yugurib yurishdi. Bu yerga eng yaxshisi yoki tong saharda yoki bo'lmasam kechga yaqin kelish kerak. Mana hozir ayni paytda odam juda ham kamayib qoldi. Bemalol yurish mumkin ko'prikda. Soat 4:30 bo'ldi shekilli adashmasam. Mana bu amaki ham bu yoqqa o'tib yuribdi. 2-3 safardan biri. Hozirgina bu tomonga o'tib ketayotgandi. Keyin anu bu yoqdan kelgan o'zimizga o'xshagan turistlar juda ham ko'p ekan. Ko'prik ustida hali bilmadim bir 4 yoki 5 kishi nemis tilida gaplashganini eshitdim. Qolganlar ko'pchiligi boshqa tilda muloqot qilyapti. Ko'prik uzunligi mana